İçkimni içki Beni bekçin dedinla belki Ben aslida merteği barar Vay buluşlu yürsen mölçerlep El otu di barat moçellep Vay buluşlu yürsen mölçerlep El otu di barat moçellep Yaşaşnıyım Tapkınım netecep Ayaşnıyım Men sırdışıyım Mına kıyaşnıyım Men aslida levz için baram Vay buluşlu yürsem mölçerlep El otu di barat moçellep Vay buluşlu yürsem mölçerlep El otu di barat moçellep Ben nereden çıkıp gittim? 201 yerden çıkıp gittim ha? Harak oldun mu? Yerim keçidi uxlatmay adamni külüp. Hey, pulga ne? Ne pul? Sen ya umamda pul tapını koymuşsan, ya düşümde pul tapını koymuşsan, sen beşim düşken pitma! Harak optu mu bu avni? Bana çıkıyor. Harak optu mu bu? Döt kutun. Üzem döt. Döt. Üzem. Birden turup durmay, hemen pulu yok diye etmedi. Döt. Mav. Cim tip etti mi bunu? Düşümün ağrını kürevreydi. Düşümün ağrını kürevreydi. Döt kutun. Vay çüş görgen misin oğunu bap kalam diyor. Vay ben ne kıldım? Vay kızık şu oldu bu.
Adaş, lekin shu sen zuganda qoldim degina. So'g'oq kelmas bu adaş var. Shunday. Ey, adaş qara. Mana bilan uzun bo'ldi izlab yurgan videoda. Ay aka. Ha? Mana necha pul? Bu 10 ko'yibkan. Adaş, bu yilqi biz kinoda ko'rdigan erlar tamak chekadigan g'o'z shu-ku. Buni nima qilsa? Adaş g'o'zlar shu. Yaqinda men Akbarning tug'ilgan kuni degina, tug'ilgan kuniga ertasam toza xush bo'lib ketadigan bo'ldi. Uka. Ha? Ma bu g'o'z emas. Bu degan shumak. O'g'lingizni bo'shki bo'lganda bor-ku. Tasangiz qatidi. Voy aka, nimada o'g'lingiz deb juraysiz? Men dek to'y qilmasam, men gapingizni faqat tushunamadim juma hozir. Voy siz Akbar dedingizga o'g'lingiz-da? Voy Akbar degan mening o'g'lim emas, jurayotgan yigitim u. Nimanda gaplarni qilsiz odamni bir xil qilib? Anda bo'lsa, ma bo'lmoqdek bu. Voy zada nima ish qilib bo'lmaydi? Bu zada nim qildigan narsa? Ukan, ma va. Buni nima deb tushundisan bular? Bu elqi uşaq balla, buvoq balla bor-ku. Buvoq o'g'al ballani elqi bushki bilaymiz-ku. Bushki bo'lganda elqi ko'pik mundaq ko'pik chiqarib qo'ymasin deb-chi. Mundaq damda siydigan ishlatadigan narsa bor. Voy endi suydigan deb juradigan adaş. Adaş bu odamning qalisi toz joyda bizga. Jurak deylik bo'ldi. Voy men to'g'ri gap qildim-ku. Qiziq balligina baba. Bu to'g'ri javob bersam kallasining dardida u bu deb chiqib bordi-ya. To'zi balla ekan-da bu. To'g'ri javob berdim-ku. O'zi chiqal joyida metal ko'rdi-ya. O'zim so'g'an savol javob berdim shu. Qiziq balla ekan. Voy ekan-da bu balla.大哥， 哎，小杨你好。最近生意还好吧？哎呀，这生意嘛，还是不好。哎，你的生意还可以吧？我的生意今年还好。行。哎，小杨，我正好要找你。我跟那个先生嘛有一件事儿，我去就回来，你帮我看一下我的店行不行？哎，好的，大哥。我就5分钟就回来了。哎，好，放心吧啊，我去了啊。哎，好，哎。的用户暂时无法接通，请您稍后再拨。Şans tutamaydigan bir bola ekan bu. G'itildab. Voy aka. Yaxshi aka, o'tiring. Oyoq maylamsiz? O'tiring aka. Ay. Kam, qancha pul maylaysan? 6 koy aka, jiq emas. Bana fikam. Ha? Bir oyoqni 6 koy maylamda. Ey,
qildigan ishimi mushimi nima? Mushingga qanchalik desmi saldi? Aka, buningga dasmi ketmaydi, onchichiq. Ha. Shu o'nak dedi aka, o'nak. Na. Oyog'ingizni maylab, cho'lpay o'tib chiqaydi. Ey, Ha? cho'lpay yutib chiqayotganning nima foydasi? Foydasi chiq aka. Qiz-cho'qonlar kaynalib kirib olsa, mana mayiga emasmi aka? Eva qiziq nima kezajima? Ha. Ey, Ha? qalayim qanqib qo'yjuma? Mening oilam bolcha qildirib badamda meningki. Chaq qo'ydim aka. Akalar oyog'ingizni. Ey, to'xta. Eklar, men chiqira. Allah dedilar. Aka. Men chiqira men. Mana aka. To'xta. Azroq siqa. Bo'ldi. Cho't qilma. Ha. Ana. Nima qildi? Yomon emas, mayda qildi. Bizda yaxshimi aka? Yaxshi. Bo'ldi ki. Ayağıma ancha mehnatim bo'lib ketmabdi ekan eslar. Ishki so'ksamni faqrab ketdi bu. Bizda yaxshi emasmi aka cho'tdilar? Bizning yaxshi deb ketdi bu. Mana, qanday? Bu Gan. Qancha pul olib ketdi? Hamda aka bu o'zimiz maylavatdimiz. Ham shu may bilan aka, ishga ko'ramsiz? 2 koy. Ha? Ukam. Bir qop may 3 koychen tursa. Mirt qilib birli siqiblam 2 koy desan qanday bo'ldi deymi, ha? Bu aka siz nima demoqchi? Mening meyimni ishiltib, meni cho'tkam ishiltib pul bermaymi demoqchimi? Yo'q. Pul bermayman demoqchi emas. Ha? Ukam, qildigan ish mush ekanda shuni qaraganda, manda qilaydi ukam. Ikkita qulongni. Anam baza, atam baza deb ekan. May pulunga 3 mi? Cho'tkangning ufrash haqqi 2 mi? Jami 5 mi? Kelishdik. Mana. Bu 1 mi, 2 mi, 3 mi, 4 mi, 5 mi? Ale. Tatma. Ola. Oy tatma, ale. Mana ticaretin runaqtasi. Ale. Ukam, buningdiki baq oyani kelma. Davomli kelib turma. Kelim, uzatma. Men maqdima. May. Yana kelma. Xo'sh. Keling. Kesib ko'rsamsiz? Ha, o'zimni bir tashlatib boqay degandim. Voy. Bu kep gündüzde çırağını yo'rtib qo'yib o'tirib ketibsan-ku. Voy, ma talada havo bek tutuq ekan, shuni ichim pushib, yo'riqroq o'tiray degandim. Endi menza sening iching siqilganga-mu pul to'landimi? Nimani so'ra? Ma yiqilib turg'ini Kasal olgandikin. tok emas, pul. Bunda pul. Sizning ko'nglingizni men bilmamdan. Andaq bo'lsa, pullarni bir o'chirvaslar o'zlari. Xizmatimning yuqori tuvanligiga qarab birdim demoqchi-ku siz. Sizningcha men andaq manfaatga tegadigan bir yer ishlab qolgan bo'lsam-a? Maoshimni mandaq birdirib qilib qo'ya demoqchiman. Shu davolash oldim. Voy, sizda doktor ko'rmayman. Sen canının şansı 5 xatim çıktı. Sara. Taqaqla. Voy, Ya telefon almaydı. telefonlarni olmagan qaraganda og'rib qoldim ya. Öldüm ki tam. Voy, necha yosh kirgan odamda u? Voy ba 35-6 yil. Yosh bola ekan-ku. Ash yosh bolaning qo'lidan duka almashtirish kelamda. Nim dedim abi. Bütün dükkanlarını şu başkurdan tutsa, qo'ldan kelmayamsa. Yaqinmisam. Andaq bo'lsa aytlik berib izlab baqsizlar bo'g'dak. Doktor deb ayab qo'ydim. Bo'lmasa quloq tugib soladi. Ishqanisi o'tmaydi ekan xotin kishida g'itildab.
Haras. Ma uydagi kirliklar va konra ketibdi. Shuni almashtiray degandim. Shunga ozroq pul bergan bo'lsanglar bo'ladi. Saran kelsiz. Pulning gibi yana. Ya sen meni Qancha talavutdan qancha pul ketadi ekan? Bu mening narim saranki. Shu ko'pining kirligini olsam, shu 100 qo'y bersanglar edi. 100 qo'y? Ha. Ko'rine qaytib kelganning o'zi saran olmamdi. Bo'ldi. Manda ishlarni men qo'yib ber. Men uyning bundan cho'ng ishlarini var, üzem qilay, üzem. Voy, sizlar erkish turib kirlik olma desanglar, sattra. Bunchalik ish qilamsam, shulandimi? Ha? A Bilalning qalamimi suni ketib, bak qalbi qilib ketib bordi. Uningga bir qalam olib beringlar. Uy. Yanni pul g'ashlaydigandan gapimi? Men taqa o'tgan yillarda bir qalam olmadimmi? O'tgan yil atpagan qalamni sundirib yetibdi. Topshiriq ishlayolmay dumsib ketyapti. Savaqdoshlarchi oyda bir, haftada bir qalam yangi ishlaydi ekan. Hey. Hozirchi vaqo. Seninki qosh qalamingda ishlab tursin. Men keyin epirma. Bu pul deganni vaqo shu xaltilab, shu tag'alab topmaydigan bo'lsa mana shu. Voytan, ishak munguz chiqqanda, to'gining quyruq yag tekkanda ondan pul topa olasizmi-ki? Nima dedim? Ha, eshitmayapsan. Hey, sen meni pul topolmaydi deb zangli qilatamsan? To'xtab. İşte deganing uchun shu topmaydigan bo'lsam pulni. Nima deydim ha?